Assalomu alaykum, bizning hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz ko'pchilik ota-onalar tomonidan farzandim tez-tez kasallanishi yoki tabiiy immunitetini qanaqa ko'tarsam bo'ladi yoki ishtahasi juda sust degan savollarga qisqa videorolikimiz orqali javob bermoqchiman. Xo'p, bizda ijtimoiy va moddiy imkoniyatimiz oshganligi sari farzandlarimiz noziklashib boraveradi. To'g'ri eshitdingiz. Bizda do'kondagi yoki magazinimizdagi yoki shirinlik miqdorini qanchalik ko'p iste'mol qilinsa, tabiiy ovqatlarga bo'lgan mehr shakllanmaydi. Buni qanaqa izohlasak bo'ladi? Kunchiqar davlat yurtlari yoki Malayziya yoki Tailandni milliy taomlarini biz iste'mol qila olmaymiz. Bunga asosiy sabab bizning og'iz bo'shlig'imiz shu mahsulotlarga o'rganmaganligi. Shuning uchun biz ota-onalarga aytamizki, 6 oyligidan boshlab bolalarga qo'shimcha ozuqa manbai sifatida har xil ovqat mahsulotlarini oyiga mos tarzda berishni tavsiya qilamiz. Bolam yemaydi-ku desangiz, bola hech qachon yemaydi. Shuning uchun kam-kamdan bo'lsa ham oz miqdorda tez-tezdan berib turishimiz shart. Ya'ni bundan asosiy maqsad bolani bolalik paytida, oylik paytida og'iz bo'shlig'ini har xil ovqat mahsulotlariga o'rgatsak, ertaga ovqat tanlash bo'yicha, ya'ni siz bergan ovqatlarni tanlash bo'yicha bolada muammo bo'lmaydi. Va tabiiy immunitet, tabiiy chiniqtirish degan narsalarni biz birinchi qadamini qo'ygan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.